Mirmuhsin buvamni sog'inib hikoya. Buvaning ta'rificha, qush uchsa, qanoti odam yursa, oyog'i kuyadigan qadimiy Mirzacho'lda hozir qanchalar obod qishloqlar paydo bo'ldi. Shu go'zal qishloqlardan birida Xondamir degan bola yashaydi. Uning ikki tepa tishi tushib, gapirganda kulgiliroq ko'ringani bilan asli o'zi juda yaxshi bola. Yozda doimo maykada yuradi. Agar maykasini yechib qo'ysa, badanidagi oqarib turgan izi ham maykadek ko'rinadi. Xondamirning akalari, opalari va yana kichkina chaqaloq ukasi bor. U hammalarini yaxshi ko'radi, ammo buvajonini hammadan ham ko'p yaxshi ko'radi. Seni kim tuqqan deb so'raganlarida buvam deb javob berardi. Uning uchun dunyoda shu buvajonidan aziz hech kimsa yo'q edi. Ko'p yillar ilgari Farg'onadan Mirzacho'lga ko'chib kelgan buvasining bir toychasi bo'lgan ekan. O'sha toycha hozirgi To'riq, Xondamirdan 15 yosh katta hamon mehnat qilardi. Hovlidagi sigir, echki, qip-qizil tojini serkillatib yuboradigan boboq, xo'roz u qoplon degan bo'ribosardan ham Xondamir shu To'riqni yaxshi ko'rardi. Buvasining ancha vaqtdan beri kasalxonada yotganini Xondamirning kichkina yuragiga g'ussa solib, shu kasal degan narsa qayoqdan keldi? U nega kerak derdi. Buvasini sog'inib ba'zida To'riq oldida soatlarcha xayol surib o'tirardi. Agar hamma ish uning qo'lida bo'lganida, katta doktorlarni va hatto professorlarni chaqirib buvasini ko'rsatib, tezda tuzattirib olgan bo'lardi. Mana shu masala Xondamirni juda ko'p o'ylatar. Ot ro'parasida o'tirib, unga yuragini ochganday bo'lardi. Buvamning anchadan beri kasalxonada yotganini bilasan, xafa bo'lmaysan, qursullatib bedangni yeysan. Men bo'lsam buvamni sog'inib kechasi uxlamay yig'lab chiqaman. Adam, opam, akalarim buvamni o'ylashmaydi. Chaqaloq ukamdan xafa bo'lish kerak emas. U hali yosh. Men juda xafa bo'lib ketyapman. Bu gapni eshitgan To'riq oxurdan bosh ko'tarib bir lahza bedani qurs chaynashni to'xtatib Xondamirga boqdi. Buvani men ham sog'indim, lekin men bog'loqman. Ilojim yo'q. Buva hech qachon meni koyimagan, och qoldirmagan. Farg'onadan kelganimizda toy edim, ot bo'ldim. Buvaning hamma ishlarini jon fido qilib bajarardim. Ha, darhaqiqat Xondamir To'riqni qursillatib bedayishini yoqtirar. Soatlarcha ro'parasida cho'qqayib o'tirib tomosha qilardi. Qari ot Xondamirga soatlarcha o'rgangan. Yonida kirganda atayin bedani chiroyli qirsillatib yer. Bolaning xursand bo'lganidan pishqirib qorniga qo'ngan pashshalarini dumi bilan haydab, qariligini sezdirmay kishnab ham qo'yardi. Xondamir hovlida u yoqdan bu yoqqa o'tganida orqasidan qarab kuzatar. Otxona to'ynigidan termilib turardi. Hatto qoplon Xondamirning orqasidan ergashayotganida rashki kelib yer tepinardi. To'riq hammadan ko'ra ham Xondamirning oti hisoblanardi. Sog'inch alami Xondamir yuragini siqavergach, u ortiq chidab turolmadi. Akasiga, adasiga va opasiga bir-ikki bor buvasini juda sog'inganini aytdi. Lekin ular bu gapga uncha e'tibor berishmadi. Bundan Xondamir ranjidi. Kunlardan bir kun u akalariga sezdirmay savatga bir necha anor, olma, piyolaga bidondagi asaldan solib, qog'oz bilan yaxshilab berkitdi. Shundan so'ng otxonaga kirib, To'riqning arqonini yechib boshladi. Lekin egarni yerdan olib ot ustiga qo'ya olmadi. Oxir ustiga chiqib ot ustiga yaydoq mindi. Xondamirning tayyorligini sezayotgan To'riq qornini oxurga yaqinlashtirib, bola ustiga minib olishi uchun mahkam turib bergan edi. Xondamirning bir qo'lida savat, bir qo'lida jilov To'riqning bo'yniga shapalatib urdi. Chuv jonivor, buvamizni ko'rib kelamiz. Xondamir bilan To'riq hech kimga sezdirmay asta-sekin hovliga, undan ko'chaga chiqishdi. Soyada yotgan qoplon darhol o'rnidan turib ergashgan edi. Xondamir unga o'qrayib, unga do'q urdi.
Hovliga kir, bizning orqamizdan yurma. Qoplon joyida to'xtab hayron bo'lib qoldi. Xondamir To'riqda yo'l yursa-da mo'l yurib qishloq kasalxonasiga yetdi. U adasi mashinada, akalari velosipedda bir necha bor kasalxonaga borishganini eshitgan edi. Lekin kasalxonaga qishloqdan ancha olisda ko'prikdan o'tgach, tuman markaziga borish 2 qavatli bolalar dunyosi magazini yonidan o'tish kerakligini ham yaxshi bilardi. Kasalxona eshigi oldida otga yaydoq minib qo'lida savat ko'targan kalta ishton maykadagi bolaga ko'zi tushgan qorovul ularga baqrayib qarab qoldi. Yurib kelib bolani ot ustidan olib yerga qo'ydi. "O'g'lim, sizga kim kerak?" dedi bolani atayin sizlab. "Buvam." "Buvangizni familiyalari nima?" "Buvamning familiyalari yo'q." "Otlari bormi?" "Otlari Umurzoq buva." Tanidim. Mirzacho'lda Umurzoq otani tanimaydigan odam yo'q. "Kira qoling ichkariga, otni men ushlab turaman." Shu lahza kasalxona derazasidan qarab turgan Umurzoq ota shosha-pisha hassasini ushlab hovliga chiqdi. Buvani karavotdan turolmay yotadi deb aytishgan edi. Yurib kelayotganiga ko'zi tushgan Xondamir xursand bo'lib ketdi. To'riq ham birdan kishnab yubordi. Ko'zlari chaqnab, dumlari bilan yolpib, toychoqdek chilpanglab buva tomon intildi. Xondamir ham savatini yerga qo'yib buva bag'riga otildi. Umurzoq buva qorovul olib kelib qo'ygan kursiga o'tirib, Xondamirni quchoqlab peshonasidan qayta-qayta o'pdi. Yoniga yaqin kelib buvani hidlayotgan To'riqning ham lunchlari, ko'zlari tepasini silab erkaladi. "Somonboy, bu mening navaram Xondamir. Bu juda yaxshi bola. Bu qahramon bola. Shu kecha tushimda suvda suzib yurgan ekanman. Mana sevikli nevaramni ko'rdim." U ko'zidagi yoshini yelkasiga tashlagan ro'moli bilan artdi. "Mana bu To'riq, bu jonivor ham jonivorlar ichida eng yaxshisi. U ham men bilan birga Farg'onadan kelgan, Cho'lquvarardan. Sog'inchu mehr kichik nevarani yo'lga otlantirgani, ota-bobolari, akalari hovliqib bezovta bo'lishganini sezgani holda adashib qolishdan ham hayqimay, otga yaydoq minib kelgan nevarani tizzasiga olib erkalar, peshonasini silar. Chol yuragi barq urardi. Qorong'i tushganda butun rayonni izlab, hatto militsiyani ham yordamga chaqirgan adasi, akalari yo'lda ko'rgan bilganlardan surishtirib, oxiri Xondamir otda kasalxonaga buvasining yoniga kelganini payqab, bu yerga hovliqib kelishdi. Ular buvadan xijolat ham bo'lishdi. Xondamirning koyishga mutlaqo haddilari sig'madi. Uni yaxshi gapirib, To'riqni ham erkalab, o'z hovlilariga qaytarib olib ketishdi. Nevara bilan To'riqning poyqadami yoqdimi? Bir haftadan keyin buvaning o'zi ham kasalxonadan chiqib uyga qaytib keldi.